Yaxshi ko'raman dedingizmi? Xiyonat qilmang. Yaxshi ko'raman dedingizmi? Ikkilanmang. Yaxshi ko'raman dedingizmi? Xatosini qidirmang. Yaxshi ko'raman dedingizmi? Har qanday holatida yaxshi ko'ring. Har qanday holatida. Yaxshilik nimadan boshlanadi? Oddiy narsadan. Bu sizning tabassumingizdan. Bu sizni kulib turayotgan chehrangizdan boshlanadi. Hech narsa qila olmasangiz ham, qo'lingizdan hech narsa kelmayotgan bo'lsa ham, yordam bera olmayotgan bo'lsangiz, hech bo'lmasa mana shu insonga tabassum qiling. Hech bo'lmasa umid bag'ishlang. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin shukr qilamiz. Ikkinchisi shukr. Keyin rahmat aytamiz. Keyin o'zidan yordam so'raymiz. O'zidan yordam so'raymiz degan nima degani? O'ziga yaqinlashib, o'zi bilan birga bo'lamiz, o'zi beradi. Albattaki, qanaqa hissa qo'shing yana? Muhabbat qo'shing. Eng bilasizmi, bu eng bebaho ingredient muhabbat. Bu faqat chuvstvo emas, men seni sevaman emas. No, bu harakat. Ishoning, aynan boshqa dori yo'q. Aynan muhabbat onkologiyani tuzatadi. Aynan muhabbat umuman davosi yo'q kasalliklarni tuzatadi, kuch beradi, vdохновлять qiladi.